Dastavkam keldi. Men nutritsiolog как раз o'zim Turkiyada o'qiganman. Mana shu sohada. Bu mahsulot ham Turkiyaniki. Mana ko'pchilik savol beradi, rayoni nega yuzingiz постоянно yaltirlaydi deb. Chunki men sedana yog'i ichaman. Вот. Sedana yog'i ming dardga davo. Bu даже tibbiyotda aniqlangan hamda dinimizda ham. Yuzni yaltirlatish bo'yicha aknelarni, post aknelarni, yuzlardagi mayda ajin paydo bo'lishlarini, ya'ni ming dardga davo. Miyomasi bor, kistasi borlarga, qabziyati borlarga, oshqozonida qanaqadir muammosi borlarga, barcha dardlarga davo. Va ko'pchilik adashtiryapti, buni originali bor va originalmasi bor. Bu чисто турецкий produksiya. Ya'ni, вот upakovkasi shunaqa, желтый цветda. Endi buni men sizlarga ko'rsataman originalmasini. Вот originalmasi qanaqa bo'ladi. Men profilni отметка qilaman, qaysi profildan sizlar original mahsulotni sotib olsanglar bo'ladi. Bularda полный tovar sertifitsirованный, ya'ni sertifikatlangan hamma narsalarga javob berishadi. Tavsiya beraman. Sog' bo'linglar, go'zal bo'linglar.